Bugun sizlar bilan M3 haqida gaplashsak, qisqacha chiroyli ma'lumotni berib o'taman akalar. 108 atmosferniy bo'ladi, 136 ot kuchi bo'ladi akalar. O'rindiqlar soni 9 ta bo'ladi. Shofyorimiz bilan bitta ichki salondan tushuntirib o'tay. Mana qarang. Elektronniy rullar juda ham yumshoq rullar bo'ladi. Sirenlarimiz ham yumshoq, balandligi anchagina baland. Avtomobilimizni motorlarimiz bor. Xo'p, to'xtanglar. Kelishib olaylik. Sizlar so'kayotmanglar kommentariyada, men sizlarga to'liq narxni aytib o'tay oldim. 215 million 460 ming so'm akalar. Bu sizlarga yaxshilik bo'lib qolsin, boshdan aytib qo'yay. Xo'lasizlar avtogir transportga chiqarib beraveraman akalar. Keyin bitta ish qilamiz, qaranglar. Bonusiga sizlarga bitta poli, uy tonirovkalarni bitta hojatdan chiroyli qilib beradi. Albatta hojatga murojaat qilsangiz, hojatga qatdan murojaat qilasiz. Kommentariy yoki direct yoki nima deydi? Pastdagi nomerlarga aloqasiz. Bu joyingizga chiroyli qilib beraveradi, xudo xolasa. Oldi ko'rinishlari ham bitta ko'ringlar, juda ham chiroyli avtomobil. Xohlagan rangingiz ham qora, oq, serik, hammasini chiroyli qilib beramiz akalar. Tonirovkani bitta urib turib sayohatlarga yoki linalarga bitta qatnasangiz, boshi pulli gapiraveradi. Qarang. ABSlar bor, airbag bor. Keyin tormoz sistemasi orqamiz barabarlik bo'ladi. Kuzovlarimiz achinkovka bo'ladi. Ya'ni 20% nержавейка 08 qalida bo'ladi. Avtomobil juda ham baquvvat bo'ladi. Qaranglar. Sizlar men pastdagi nomerlarga bitta telefon qilinglar. Men sizlarga grafik tashlab beraman, ma'lumotlar tushuntiraman yoki-da to'liq avtomobilning xarakteristikalarini aytib o'taman. Bitta orqasini ko'rsatib qo'yay, shu bilan akalar videomizni tamom qilamiz. Sizlarni aloqada kutib qolaman. Ko'rlaring, qaranglar, orqada 3 qarit joy bor. Bitta surdirsalang bo'ladi bu narsani. Ko'pchilik biladi, speslar biladi bu narsani. Keyin mana bu yerda bo'y 180-170 odamlar oyog'i nima deydi? Bukilib bo'ladi tizzasi. Mana pastda akalar profil qo'yib ko'tarib olsalang bo'ladi. Bu sizlarga life hack. Juda ham ko'pchilik biladi. Xo'p, akalar bo'lmasa barchangiz Jack Motors Farg'ona filialida hojat ham kutib oladi va tonirovkasini, polligini, video registratorni, bu narsasini chiroylab, xursand qilib bu yerdan chiqaradi. Ishingiz xudo xolasa uzab ketsa bir kunda bitadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.